Bu videoda smartfon olmoqchi bo'lgan odam o'zini smartfonini eng ishonchli magazindan, eng ishonchli narxda, katta kafolat bilan olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Assalomu alaykum. Bugungi eksklyuziv arzon narxlarni sizlarga taqdim etaman. Xo'p, men sizga aniq ayta olaman. Bunaqa narxda siz tasavvur ham qila olmaysiz. Qarang, hamma yo'g'i bor. $690 iPhone 15 Pro Max Blue. Hozir bu rang trendda, hozir ham 17 Pro Maxda mana shu blue rangi trend bo'lib turibdi. iPhone 12 ni $128.90 $259 yangidek holatda, $175 64 GB XS Max yangidek holatda, 64-100% iPhone XS $150 bilasiz, 170 180 sotiladi. Galaxy S24 $390 $390 Galaxy S24 juda ham qulay narxda. $230 22 ni mana ayta olaman, kompaktli modellarning qiroli Snapdragon 8 Gen 1 tezlikda tengsiz smartfon, o'ta mo'shli smartfon. Xudo xolasa S24 Fan Edition qalban his qilib gapiryapman. Haqiqatda arzon. $309 24 Fan Edition'da Dubay regioni hech qayerda yo'q deb maqtanib gapira olaman. S22 Plus'ni oq rangda yangidek holatda $260 faqatgina O'zbekistonda ozgina ishlaganligi uchun chexol izi bo'lishi mumkin, lekin ideal holatda. Samsung M23 tanlovda adashmaysiz. Bu smartfonlar budjet segmentidagi yaxshi smartfonlar. 120 Hz ekran, izmirud rangda, kamera modullari korpus bilan hamohang bo'lgan mukammal segmentga ega $110. Qo'limda Note 14 Pro Plus 5G. Bu noyob chiqqan variant. Orqasi stiklarni qora yaltiroq qilib, bu China varianti 512 talik bo'ladi. $270 edi. Super skidkada xudo xolasa foydalanib qolsangiz bo'ladi. Aynan Note 10 Plus'ni takrorlanmas narxda $220 imeykalari ofitsial ro'yxatdan o'tgan, 600 yoki 700 ming so'm to'lov qilib rastamoshka qilingan. O'zini root programmada holati $220 sotilar edi. Ofitsialniy holatda ham 220 ga qilib beraman. Xuddi shu singari sonda ham ofitsialniy ideal holatdagi variantini 160 ga qilib beraman. Bu hali hammasi emas. Eng qiziqarli smartfonlar videoda oxirida aytiladi. $210 ga A+ segmentda Note 20 Ultra ekranda sal kichkina qora dog'i bor, bilinmas darajada qo'ng'iroq qilib ko'rsatib beraman. Smartfon prosta bomba apparat. Aynan siz uchun chegirma narxda iPhone 12 yangidek 99 $265 ga 128.99. Qarang, 64-86% $125 ga kichkina qora dog'i bor, bilinmaydi. Umuman ziyoni yo'q, lekin $125 ga iPhone X ham bermayapti. Men sizga iPhone 11 beraman. iPhone 12 do'konimizda nihoyatda ko'p. Hozir 100 tadan ko'p turibdi iPhone 12miz va ichida 370, 360, 340 liklari ham bor. Lekin bu narxi 295, Amerikadan keldi. 98% batareya, 128 xotira. Aynan iPhone 13 Pro ni oddiysi emas, 512 talik, 98%li, 256, 97, 450, $465 ga, hattoki bizda 100% ideal holatda bitta bor edi mana. 512 89 radnoy holatda A+ segmentda $455 ga, 256 lik narxda 512 talik. Sizga o'z blogingizni yuritish vaqti kelganini aytaman va bu siz uchun eng kerakli qurilma hisoblanadi. Katta xotiraga ega, professional kameraga ega, mukammal batareyaga ega, arzon narxga ega, ishonchli magazin tomonidan taqdim etilayotgan 13 Pro'lar. Biz sizga iPhone 15 Pro Max natural rangda hozirgi paytdagi aktual model mana shu bo'lib turibdi. Narxini esa chegirma narxda $257 ga, 22 Ultrani korobka hujjatli A+ holatda $410 ga va sizga xohlagan rangingizda 22 ultralarda $410 dan A+larini, 370 380 dan A- taklif etaman va bugun sizga katta kalitesda 22 ultra taklif etmoqchiman. O'ta ideal holatda, xuddi yangidek. Bu smartfonlarni ishlatgan odam rohatlanadi va bu smartfonlarni ko'plab magazindan topa olmaganligingiz uchun ham bizga zakaz berishingiz kifoya. Bugunoq eng tez fursatda xohlagan uslubingizga mos rangda yetkazib bera olamiz. Bizga ixcham model so'raganlar uchun men qo'rqmasdan zakaz berishingizni so'rayman. Bu hammaning ishonchini qozongan model. Hozirgacha o'ta talab ko'p bo'layotgan model. Bu S21 bo'ladi. Smartfonlarning narxini $210 dan eng tiniqlarini, A-larini $180 dan qilib berishga tayyormiz. Hattoki bizda 21 Plus'ni A+, shunaqangi yumshoq binafsha rangda yangidek turgan variantini 225 ga qilib beraman. Galaxy 23 Ultra oddiy emas. Bugun sizga 512 talik
Aynan mana shunaqangi violet ranglari, oq, green ranglarini topish juda qiyin, zarur bo'lgan paytda topib bo'lmaydi. Qora rangda 512 taliklarini bugun shunaqangi arzon narxda qilib berayki, 256 likdan bunaqa narxga ola olmaysiz. 256 lik A+ ni ham 535 sotilayotganligini eslatib o'tgan holatda $510 dan 512 talik S23 Ultra smartfonlari. Mana sizga imkoniyatni zo'ri. Mana sizga sifatni eng yuqori marrasi mana shu S23 Plusda mujassam bo'lgan. Yuqori sifatni ta'minlagan holatda biz hali sizni lol qoldirishda davom etamiz. 23 Ultralar hammasi esim o'tgan edi, bu ham esim o'tgan. Buni Koreyaning o'zida ishlatilmagan deb oldik. Ishlamagan 23 Ultradan $1000 olsangiz arziydi. $520 ga qilib beraman. Bu kuchli taklif. Smartfonni narxini eshitasiz, lol qolmasangiz, arzonligini his qilmasangiz zakaz bermang. Agarda arzonligini his etsangiz, hoziroq bizga obuna bo'lib qo'ying. $185 ga Note 13 Pro Plus 5G. O'zimiz $200 dan qimmatiga olishga tayyormiz bu smartfonlarni. Lekin bugun $185 ga berishga ham tayyormiz. Aynan 16 Pro Max ni 256 91% batareya $925 ga, 256 92% batareya $935 ga, iPhone 15 Pro ni 128 90% $635 ga haqiqiy ideal smartfonlar taqdim etishda davom etamiz. Bizda bugun kelgan tovarlar mana shulardan iborat edi. Bizda yangi modellarni eng qulay narxlarda olasizlar. Men sizga aytib olaman, A7, A26, A17 va 17 Pro Max'larda eng arzon narxlari S26 seriyalarida xohlagan rangingizda borligini ta'kidlab o'tgan holatda bozor narxlaridan arzon qilib berishga tayyormiz. House Mobile har doim sizni kutib qoladi. Bizni bu ikkinchi filialimiz, asosiy filialda bundan katta chegirmalarni pastda Telegram havola orqali joylab qo'ydik.